Assalomu alaykum, hurmatli hamshiralar. Men shu klinikada chap yelkan sohasida davolandim. Hozir sog'lig'im yaxshi. Sizga shifokorlarga rahmat. Yaxshi qarashdi. Hammani shu sog'lig'ini bersin. Yaxshi kunlarda xizmatda bo'lsin shu yoshlarimiz. Shu Asnur klinikasi yaxshi. Maslahat beraman. Alisher aka, siz qaysi vrachda davolandingiz? Men Dadaxon Dadajon Egamov. Nerolog shu lechena davolada yaxshi. Sizga yaxshi bor. Rahmat. Sog' bo'lsin. Sizga klinikadagi sharoitlar, hamshiralar muomalasi, xodimlar muomalasi yoqdimi? Yaxshi, rahmat, yoqdi. Muomalasi yaxshi, sharoit yaxshi bo'ladi. Davolansa bo'ladi. Kelganingizga nisbatan yaxshisiz, to'g'rimi? Ha, yaxshi. O'ziga yaxshi bor. Hamma sog'lik yaxshi. Klinika sizni qoniqtirdi. Yaxshi. Rahmat kelganlar hammasiga. Rahmat aytaman. Sog' bo'lsin. Boshqa xuddi sizdaqa dard bilan aziyat chekayotganlarga kelib davolanish maslahat berasizmi? Maslahat beraman. Vaqtida qarashadi, vaqtida shu lechenani beradi. Hech qanday muammo yo'q. Maslahat beraman.